Yo, hammaga salom bo'lsin. Sizlar bilan men Merjin Minecraft va bugungi videomiz juda ham uzoqqa cho'zilmaydi va biz mana bu maktab modida o'ynaymiz va marketga kirib o'g'irliklar qilamiz. O'zimni videoga olishga ulgurmagan ekanman, lekin mana bu shu kelishida men marketda o'g'irlab bo'lganman. Endi maktabga kirib sinagani kiramiz. Go, vaqt mashinasi. Maktab vaqtida ochamiz. Qo'yaylik, shamol kirib ketmasin, yopamiz-da. Voy. Nima bu? Kitob kerak bizga. Hali menga farqi yo'q. Menda hozircha bu bor, mavjud. Olib onu böyle koyarız ve burasını taşla yuvarıp bunu açımızda aslakalarımızı tezde sararız. Bakın bu kolayımızda ve bunu alırız. Sınıflarga kiramizda qaraymiz. O'tirish uchun joy va ustoz joyi turgan ekan. Bunga hech nima demasdan chiqib ketamiz. Ovozimga ahamiyat bermanglar, shunchaki kasal bo'lganman. Bizga kitob kerak bo'lsa, demak biz hozir kitob olamiz yoki daftar. Sizlarni bolalar men narsa olgungacha pauza qilib turaman. Bolalar biz kerakli narsalarni olib bo'ldik, endi esa sizlarni ekskursiya qilamiz. Zeriktirmaslik uchun kirib ko'ramiz. Bu Rederning maktabi. U yashagan shaharlar. Mana shuncha narsalar unda mavjud bo'lgan ekan. Demak, Reder ko'chirmoqchimi shunda? Yo-mayo, u ko'chirmoqchi ekan. Shunchaki qurish ichiga qurib qo'ygan. Yo-mayo. Hozir esa biz direktor xonasi deb atasam bo'lar ekan bu joyni. Qani tez orada survivalga o'tamiz. Bolalar, sizlar xavotir olmanglar. Mana to'qilamiz. Bu yerda kerakli narsa bizga effektni yo'q qilish uchun bu narsalar bizga kerak bo'ladi. Ya'ni bizda hozircha nima bo'lsa effekt paydo bo'ladi, lekin paydo bo'lish ehtimoli 0.1% bor. Meyvalar. Keraklisini olib, qolganini qoldirib. Cho'chqa go'shtini olib yondirib yuborsa arziydi boru bolalar. Cho'chqa go'shtini hech marta yemaydi. Chunki u bilasizlar. Hozir esa biz maktabda videodan oldin anchagina izladik bolalar. Mehnat uchun like bossangiz arziydi. Obuna bo'lsa arziydi. Oldin maktabda rost izladim. Topdim zo'rg'a. Shuning uchun obuna bo'ldim. Belgilaymiz. Tili darsi. Turi A. Ctrl Shift A yazamiz. Angliski. Yo, to'xtang. English Ctrl Shift A. Молодой. Turi alayda zolotoy. Kitobxonaga kiramiz. Lekin hech kim topolmasak bu kitobxonadan hozircha pauza qilib turaman. Bolalar, uyimizga mehmon kelgan. Shu bilan rahmat bermaysizlar. Biramizlar menga qarasizlar, mana men bog'da sklad topdim. Nahotki shuncha skladda bironta sandiqda hech narsa yo'q. Sandiqlarda bolalar asab buzilyapti. Endi sizlarga shaharda ko'rsatib o'taman. Abonada eslatib o'taman. Obuna like.
hizmet yapmayın. İşinize kolay mümkün. Evet, bu kadar gidemez. Bana videolarla ömürgen narsalar. Ko'ring. Taxlaganim uchun baho bering. Bahoyingizni like bilan va kommentda belgilab keting. Obuna bo'ling. Endi esa biz birga ketamiz. Hop, endi marketga qaytamiz va o'g'ilga narsalarni joyiga qo'yishga harakat qilamiz. Albatta biz yo'lni chekasiz chunki biz odobli odobli bo'lganimiz uchun yo'lni chekkasida yuramiz. Biz marketga kiramiz va mana bu yerda sumka deb yozilgan. Shuni ingliz tilini yaxshi tushunmayman. Bu yerdagi narsalar aytgan joylar. Mana bu yerdagi iPhone'lar bor edi. Bu yerda iPhone deb yozilgan. Bu iPhone'larni o'g'irladim. Barchasi temir ekan. Mana shu. Samsung Galaxy iPhone 7, iPhone 7. Bunlar barchasi temir. Endi yo'q bo'lsa nima bo'ladi o'zi? Chiqib tashlaymiz. Hozir chiqib ko'chaga tashlashimiz bilan kimdir buni olib ketishi mumkin, chunki bu ustiga sumka deb yozilgan. O'g'irlangan bilinadi. Pichinglar ana bu yerda olmalar bor edi. Olma deb oltin olmalar bor edi. Daftarni yaxshilab o'qing. Meni matematika daftarim. Merdi. Mana bu ekan. Eshitlarim. Xo'sh. Bu yerda hech narsa yo'q. Yok bo'lishi kerak. Voh. Olmaslar. Bo'ldi bana videoni shu yerda to'xtatadi chunki bizdagi zo'r joylar, yana bo'sh joylar bo'ldi va shu bilan video tugadi. Yangi videogacha xayr. Obuna bo'ling, like bosing.